Narva Yeva, Chairperson of the Senate of Uzbekistan and President of the 150 Assembly of IPU. Bugungi anjumanda 120 ga yaqin mamlakatdan delegatsiyalar ishtirok etayotganligi hamda forumning global ahamiyati, gender tenglik masalasi esa assambleyaning diqqat markazidagi mavzu ekanligini ko'rsatmoqda. Tarixiy qisqa muddatda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida oilalar mustahkamligi, ayollarimizning huquqiy himoyasi va gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha yangi tizim, yangi milliy model yaratildi. O'zbekiston parlamenti ayollar faolligini oshirish bo'yicha o'z tajribasi bilan o'rtoqlashishga tayyor. Shubhasiz, ushbu choralar hamda har bir davlatning o'ziga xos bo'lgan boshqa yo'nalishdagi ishlari ayol parlamentariylari forumi boshchiligida va hamkorligida bo'lishi zarur. Bunda forumimiz foydali platforma sifatida xizmat qilishiga qattiq ishonch bildiramiz. Forum ishiga esa kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman.